Fevral oyida issiqxonani 2 qavat plyonka qilib videoga oldim. Mana hozir bugun 26-mart. 1,5 oydan keyingi holat. Hop, plyonkalar butunlay ustini ochib tashlamadik. Yon tomonini ko'targanmiz. Mart oyining yarmidan boshlab to'liq mana yon tomonini ko'tarib chiqdik. Hop, mana bu gul holati. Gullari aniqroq. Juda ham yaxshi tutgan. Ko'chat hali yosh bo'lgani uchun pastdan hosil tuga boshlagan. Mana keyingi ko'chatlar. Mana hozir boshqa daraxtlarga ham o'tamiz. Tagi quruq turibdi. Orada sug'orib olgandik. Hozir suv yo'qligi uchun sug'orilganimiz yo'q. Dori berib sug'orishimiz kerak. Mana gul juda ham ko'p. Endi qanchasini ushlab qoladi. Gul juda ham ko'p. Hamma ko'chatda gul mana shunday ko'p. Yaxshi tutgan. Mana shu yangi navdalar. Mana shu bahorda o'sib chiqqan navdalar. Endi bitta sug'orishimiz kerak, dori berishimiz kerak. Hop, barigini orqasida bitta ikkita hasharot bor. Pashsha. Shularga ham dori berishimiz kerak. Hop, mana bu yon tomondagi pomidor 16-fevral kuni yerga ekilgan. Hop, ichki holati mana katta ko'chat bo'lib qolgan. Hozir kun birdan sovib qoldi, shuning uchun yopdik. Mana hajmi ko'rsatib. Taxminan 40 santimetrcha bo'lgan ikkita duga. Hozir oxirdan pichini ham ko'rsataman. 16-fevralda ekilgan. Bundan keyin bir marta yaxshigina qor yog'di. 2 qavat qilib ekilgandi. Ta'sir qilmadi ko'chat.